Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga adenotomiya, ya'ni adenoidni olib tashlash amaliyotini to'liq ko'rsatib berishga harakat qilaman va hozirgi vaqtda qay usuldan qanaqangi holatda foydalanayotganligi haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Oyog'ini yechasang chiqasan. Adenotomiya amaliyotida asosiy e'tiborli narsa bemorimizni tana vaznini o'lchab olamiz. 33 kg ekansiz. Va o'sha anesteziologimiz tomonidan vazniga qarab to'g'ri narkoz tanlanadi va narkoz beriladi. Adenotomiya operatsiyamiz umumiy og'riqlantirish ostida, ya'ni narkoz ostida bo'ladi. Narkoz ham har bitta bemorni tana vazniga mos ravishda individual tanlanadi va juda ham anesteziya ehtiyotkorlik bilan narkoz beriladi. Va narkoz vaqtida bemorni anesteziolog, ya'ni narkozchimiz tomonidan barcha ko'rsatkichlari, qon aylanishi, nafas olish sistemasi, pulslari hammasi nazorat ostida ehtiyotkorlik bilan amalga oshiriladi. Azizlar ko'rishingiz mumkin, adenoid to'qimasi juda ham katta, gigantik adenoid burun halqumni to'liq yopib berkitib turibdi. Nafas olish bolajonimizda juda ham qiyin. Adenoid to'qimasini to'liq olib tashlaymiz, xudo xolasa juda ham yaxshi nafas oladi, burun yo'llari ochiladi. Azizlar ko'rishingiz mumkin, hozirgi vaqtda adenoid to'qimasi mana shunaqa shever yordamida olinadi. Va bu juda ham yaxshi usul hisoblanadi, juda ham akkuratli. Adenoid to'qimalar to'liq olib tashlanib, qoldiq to'qimalar bipolar koagulyator yoki lazer apparati yordamida to'qimalar kuydirib koagulyatsiya qiladi va adenoid to'qimasi umuman qayta o'smaydi. To'qimasining kattalashini asoratlar juda ham ko'p. Quloq eshitib pasayib qolishi mumkin. Bundan tashqari turli xil asoratlari bor. O'sha asoratlar kuzatilmasligi uchun albatta adenoid to'qimasini olib tashlashimiz kerak. Azizlar ko'rishingiz mumkin, adenoid to'qimasining o'rni shunaqa bipolar koagulyator yordamida kuydirib chiqiladi va barcha qonayotgan to'qimalar qon ketish to'xtaydi. Azizlar ko'rishingiz mumkin, adenotomiya operatsiyamiz natijalari. Mana adenoid o'rni to'liq ochildi, burun halqum keng ochildi. Xudo xolasa bemorimiz zo'r nafas oladi. Ota-onalarimizdan juda ham kelib tushadigan savollardan yana biri, operatsiyani narkozsiz qilsak bo'lmaydimi degan savol juda ham ko'p uchraydi. Narkozsiz adenotomiya yoki liboya qanaqa operatsiya bo'lishidan qat'iy nazar juda ham bemor uchun ham doktor uchun diskomfort hisoblanadi, juda ham og'riqli hisoblanadi va bu narkozsiz qilingan amaliyot, jarrohlik amaliyoti operatsiya natijasiga juda ham yomon ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni ko'ngildagidek chiqmasligi mumkin. Misol uchun adenotomiya operatsiyalarida adenoid to'qimasi qolib ketishi mumkin. Qolgan to'qima yana kattalashib, bemorda yana nafas olish qiyinlash holatlari kuzatilishi mumkin. Agar siz va sizning yaqinlaringizda, farzandlaringizda ham adenoid to'qimasi aniqlansa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga malakali tibbiy yordam beramiz.